Bu maxluq nemis muhandislarining haqiqiy mo'jizasi hisoblanadi. Buni nomi Mercedes-Benz AMG GT. Bu mashina shunchaki Mercedes emas, balki to'g'ridan-to'g'ri poyga treklarda ko'chalarga chiqqan haqiqiy yirtqichdir. Bu model Germaniya dunyodagi mashhur eng xavfli Nürburgring poyga trekidir. Bu yashil jahannam deb nomlanadi. Aynan shu sababli uning zavoddan chiqqanda asosiy yorqin rangi AMG Green Hill Magno deb ataladi. Pan American Grille oldi panjara tarixi. Mashinaning oldi qismidagi vertikal chiziqlar radiator panjarasi shunchaki dizayn emas. Bu Pan American nomlanadi. Mercedes brendining 52-yilda afsonaviy poyga mashinalar xotirasiga bag'ishlab yaratilgan. Bu panjara faqat eng kuchli va eng qimmat AMG'larda bo'ladi. E'tibor bering. Mashinaning kapot qismi juda uzun. Haydovchi o'rindig'i esa deyarli orqa g'ildiraklarning ustida joylashgan. Bu dizayn vizual effekt uchun emas, balki og'irlik taqsimoti uchun qilingan. V8 biturbo AMG muhandislari tomonidan one man one engine, ya'ni bir inson bir motor degan ma'noni bildiradi. Bu motorni bir inson noldan oxirigacha yig'gan. Bu maxluqqa model turiga qarab 530 ot kuchidan 680 ot kuchigacha bo'ladi. 100 kilometrga 3 soniyada chiqadi.